Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyodagi kun tartibida bo'layotgan xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. İstanbul'da Şehitler Keçisi faaliyeti ötküzüldü. 5 fevral İstanbul'da 5 fevral G'ulji qatliamı shundaqla bütün şehitlerimizni xotirlash munosabati bilan cho'ng tipda Şehitler Keçisi faaliyeti ötküzüldü. Faaliyetni Sharq Turkiston tashkilotlar birligi tashkillagan bo'lib, faaliyetga har qaysi siyosiy partiya tamsilchilari, shundaqla Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lib kelayotgan tashkilot rahbarlari va İstanbulda yashayotgan Sharq Turkiston xalqidan bo'lib 1000 ga yaqin kishi ishtirok qildi. Faaliyet Habibullah Qaramning Mo'ngluq Qur'oni Karim tilovati bilan boshlanib, Türkiye Cumhuriyeti va Sharq Turkiston istiqlol marshlari o'qildi. Keyin Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi, qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon echilish so'zi qilib, yaqinqi tariximizda nurg'un peshvolarimizning Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun, Sharq Turkistonda azonning davomli o'qilishi uchun o'zining qon va jinini fido qilib kelganligini, hozir yashayotgan kishilarning shu shahidlarning ruhidan o'g'inishi kerakligini ta'kidladi. Shajoat va jasorat bilan o'zlarini Allohning oldida taqdim qilgan shu mücahit ve azimetlerimizge biz minnettarlığımızı dualarımız bilen ve emellerimiz bilen olanın ruhini, olanın ki şu itikadi ve yolunu bizden yolumuz dep, düşüncesini bizden düşüncemiz dep, özümüzge özleştirişini özümüzge farz kıldık. Bunun için biz bir şeyde turuptuk aziz qarindoshlar. Faaliyet yana Şehitler Keçisi üçün maxsus tayyorlangan film qo'yildi. Sharq Turkiston Ulamolar birligi raisi Ataullah Shahyar so'z qilib, Sharq Turkistondagi Xitoyning bostirishlari takrorlanyotdi. Ilgari Mavmu xalqni qirg'in qilib, musulmonlarning dinini yo'qotishga harakat qilgan. Hozirgi davrda Xitoy tajovuzchilarining texmi haddidan oshgan holatda qirg'inchilik elib berayotganligini bildirdi. Mavun döneminde fakat Doğu Türkistan'daki Müslümanların dinini yok etmeyi hedeflemişse, sadece Müslümanların dinini yok edeceğiz demişse, şu anda sadece Müslümanlığı değil, oradaki Türk kimliğini yok edeceğiz. Orada Çin kimliğinden başka kimliğe hiçbir şans tanımayacağız diyor. Keyin Türkiye'deki siyasi partiyalarning vakillaridan Hakimiyet ustidagi Adalet ve Taraqqiyot partiyasidan Ömer Ersoy, Cumhuriyet Xalq partiyasidan Doktor Adil Amajan efendi, Saadet partiyasidan Doktor Mikail Kabak qatorliqlar ayrim so'z qildi. Keyin ommaviy tashkilotlardan Alparallar jamiyati raisi Kürşat Mijan efendi, Ahmet Yasavi vaqfi raisi İlyas Saqa efendi, Turkiston jamiyati raisi Burhan Kavunjo efendi qatorliqlar tabrik so'zi qildi. Faaliyet yana farzandlarimiz shahidlar o'lmas qatorliq naqsha she'rlarni deklamasiya qilib, faaliyet maydonini guldiras olqishlar bilan to'ldirdi. Faaliyetning ikkinchi bo'limida Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati muavin raisi Musajon Ar G'ulji qatliamining ichki yuzi haqida, Abdul Ahad Hafiz efendi şehit Ustaz Abdul Ahad Maxtum Hacim haqqida, Ustaz Habibullah Kösani Muhammed Salih Damollam haqqida, Doktor Abdurrahman Jamal Abdul Hamid Damollam haqqida, Doktor Alimjon Bug'da Ustaz Abdul Hakim Xon Maxsum Hacim haqqida, Ustaz Abdul Kerim Kuchar Shahid Ustaz Kerem Qarim haqqida to'xtaldi. Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi Qosimjon Damollam G'ulji qatliamining shohidi sifatida so'zga chiqib, G'ulji qatliamiga guvohlik berdi. Shundaqla Sharq Turkiston xalqini shahidlarimizning ruhidan o'g'inishga chaqirdi. Oxirida pishqadam Ustoz Niyoz Damollamning yetakchiligida Sharq Turkiston xalqining Xitoyning qirg'inchiligidan qutulishi, Xitoy kommunistlarining halokati uchun duolar qilindi. Profesör Qarluq Bangü Türk kanalida G'ulji qatliamini kun tartibga elib keldi. 4 fevral Türkiye'nin Bangü Türk kanalı Türk dünyasida bu hafta programmasida 22 yil burun Xitoy tajovuzchilari vatanimizning G'uljida elib borgan 5 fevral qatliamini kun tartibga elib keldi. Programmada Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Xalqaro munosabatlar bilimi o'qituvchisi Profesör Doktor Abdurashid Jelil Qarluq efendi Xitoyning vatanimizni ishg'ol qilgandan buyon qaysi shakllarda assimilyatsiya va zulm siyosatini davom qilib kelganligini tarixiy bosqichlar bilan yig'inchoqlab tushuntirdi. U shundaqla Xitoyning bugungi kunda qattiq ijro qilayotgan jazo lagerlari siyosatining orqa ko'rinishi haqida to'xtaldi
va G'ulji qatliamining kelib chiqish sababi Xitoyning G'uljini nishonga elishdagi asosliq maqsadi va qatliamdan burun G'uljida elib berilgan Sharq Turkiston xalqining madaniyatini yo'q qilishni nishon qilgan Xitoy suiqasdlarini tushuntirib o'tdi. Professor yana 5 fevral kuni Bangu Turk kanalining bugunning dokulati nomli programmasiga naq maydon mehmoni bo'lib qatnashdi va bu programmada G'ulji qatliamining oldi keyni va Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan vahshiy siyosatini texmo tafsiliy holda tushuntirib o'tdi. Professor yaqindan buyon Turkiyaning har qaysi shaharlari, universitetlar va televiziya kanallarida Sharq Turkiston masalasini jiddiy kun tartibga keltirmoqda. Programmaning to'liq jarayonini kanalimizdan ko'rib olasizlar. Tağdaki çarvıçılarmı Xitayning zulmidan chetda qolmadi. 6 fevral istiqlol bölümümizge yollangan silliq ko'rinishda ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonning tog'liq rayonlarida yashayotgan xalqmi Xitoyning mingyush siyosatidan qutula olmagan. Silliq ko'rinish Sharq Turkistonning tog'liq rayonida yashayotgan qozoqlarni yig'ib, Xitoy tajovuzchilarining Qo'zg'al nomli davlat she'rini o'rganishga majburlangan ko'rinish bo'lib, bir eg'izmi Xitoy tili bilmaydigan xalqni ta'tir qiynaganligi chiqib turdi. Yana bir silliq ko'rinishda bir qozoq yosh Xitoy tili eg'iziga kelmasimi o'zini zo'rlab Xitoy davlat she'ri o'rganayotganligi, Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan yo'lsiz siyosatining chekdan oshganligining isboti deyishga bo'ladi. Silliq ko'rinishda diqqat tortgan yana bir nuqta qozoq yoshining bir eg'izmi Xitoycha bilmaydiganligi bo'lib, Xitoy doiralarining uni qattiq majburlaganligi uning qo'lidagi Xitoy davlat she'rining Xitoy yoziqida emas, balki qozoq yoziqida o'ngdan so'lga yozilganligi bo'lgan. Bu ko'rinishlar Xitoy Sharq Turkiston xalqiga Xitoy tilini o'rgatishda qaysi darajada mag'lub bo'lganligini tushuntiradigan bo'lib, Xitoy turklarga Xitoychani o'rgatolmasimi, ularning o'z tilini ishlatib turib Xitoycha ohangda yozishiga, o'qiyotganining ma'nosini bir eg'iz tushunmasimi, Xitoycha qalaymaqan talaffuz qilib bersa, shuni Xitoycha o'rgatdik deb ahmoqlarcha dunyoga tashviq qilib yurganligidek hamoqatligini isbotlab bergan. 把我们的总理的人民，把我们的血肉中心，我们心的上升。 Gollandiyadagi Xitoyning ko'kamaligi g'ulg'uli qo'zg'adi. Uzundan buyon Gollandiyaning Dam maydonida Xitoyning vatanimizda elib berayotgan bostirish va qirg'in qilish siyosatini qattiq ayblab, 2018 yili 6-oyning 23-kundan hozirgacha yolg'iz kishilik namoyish qilib Xitoyning ko'ziga qadilayotgan Abdurahim G'ani apandi 19 yanvar kuni bir ko'kami Xitoyning qasddan buzg'unchilik qilishiga va qalaymaqonchilik chiqarishga urinishiga duch kelgan edi. O kuni u normal qadaklar Xitoyning vatanimizda ishlayotgan jinoyatlarini xalqqa anglitayotgan paytda tuyuqsiz paydo bo'lgan biri ayol, biri ikki Xitoy paydo bo'lib, uni haqoratlashga boshlagan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Abdi Bashirisining echilishiga chidamagan Xitoy ayol qasddan Abdurahim G'ani apandini kushkurtib, uni haqoratlagan va uni o'ziga qo'l tekkizishga va buning bilan uning qonunlik qilayotgan namoyishini amaldan qoldirish niyatiga yetmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, Abdurahim apandi darhol soqchiga telefon qilgan. Ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan bu Xitoyning yo'lsizligi shu kundan buyon g'ulg'uli qo'zg'amoqda. Ko'kami Xitoy o'z yo'lsizligi bilan to'xtab qolmasdan bu ishni yana arz qilgan bo'lib, bugun Abdurahim G'ani apandi bilan u Xitoy ayol soqchiga chaqirtilgan. Abdurahim G'ani apandining bizga bildirishicha, Xitoylar bu ishni qasddan cho'ngaytib, o'zining bu yo'lliq namoyishini cheklash maqsadiga erishmoqchi ekan. Qolgan ishlar bugun soqchiga ifoda bergandan keyin ma'lum bo'ladi ekan. Madaniyatni voz kechtirib, Xitoychilashgan farzandlarni yetishtiryaptilar. 1 milliondan ortiq Xitoy tajovuzchilarini Sharq Turkistonga andiki Uyg'urlarningki uylariga oprab, mana Xitoylar men tilayapti. Bishar. Qadama videolarga, mana videolarga. I can see everything. Shit. Moro musulmonlari siyosiy taqdiri uchun saylam o'tkazdi. Filippinning janubida yashayotgan Moro musulmonlari rayonning siyosiy taqdirini o'zgartiradigan Bangsa Moro organik qonuniy doirasida uyushtirilgan el rayini sinash faoliyatida bilet tashildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Filippinning janubida yashayotgan Moro musulmonlari rayonning g'arbiy shimoliga joylashgan Lonao del Nortedagi 6 rayon
va Shimoliy Kota-Batodagi 67 o'ltiraq rayonda yashayotgan saylovchilar Lanao del Norte va Shimoliy Kota-Batodagi ba'zi o'ltiraq rayonlarining yangi avtonom rayonga qo'shilib qo'shilmaydiganligi to'g'risida ovoz berdi. Filippin saylam komiteti rayonda yashayotgan musulmon, lumad, xristian va yerlik xalqlardan tashkil topgan 640 ming saylovchining ovoz beradiganligini uqtirdi. Saylam markazlarida soat 7 dan 15 kishi bo'lgan oraliqda bilet tashlanadiganligi, saylam natijalarining 4 kun ichida e'lon qilinadiganligi bildirildi. Bangsa Moro organik qonuni bu yil yanvarda rayondagi 1 million 500 mingdan ortiq Moro xalqining qo'llab ovoz berish natijasida ma'qullandi va musulmonlar o'ltiraqlashgan Mindanao rayonida Bangsa Moro avtonom rayoni hukumati qurildi. Filippin prezidenti Rodrigo Duterte tarafidan bultur iyulda tasdiqlangan Bangsa Moro musulmonlarini oliy avtonomiyalik huquqlarga erishtirgan qonun rayondagi musulmonlarni qonuniy va iqtisodiy jihatdan texmo imtiyozli o'ringa keltirishni mazmun qiladi. Yangi avtonomiyalik qonunga asosan Bangsa Moro avtonom hukumati quriladi. Rayonda diniy erkinlik sohasida islom qonunining hukmlarini tatbiqlaydigan mahkamalar ta'sis qilindi. Markaziy hokimiyat Mindanaodagi ma'muriy huquqlarini Bangsa Moro hukumatiga topshirib berdi. Bangsa Moro rayonidagi chegaralarni markaziy hokimiyat bilan avtonom rayonlik hukumat birlikda boshqaradi. Avtonom rayonlik hukumat energiya manbalarining boshqarish huquqini ustiga oladi. Sobiq Moro mamlakatlik ozodlik fronti bilan Moro islomiy ozodlik frontining jangchilari saqchi qismiga qo'shilib ketadi. Ulamolar birligi ta'lim-tarbiya guruhida yangi dars boshlandi. Sharq Turkiston Ulamolar birligi ta'lim-tarbiya guruhining shar'iy bilimlar maktabida davom qilayotgan aqida, fiqh, balog'at, hadis, grammatika qatorliq darslar muvaffaqiyatli tamomlangan bo'lib, o'quvchilarning shar'iy bilimlarda atrofliq bilimga ega qilinishi uchun ta'lim-tarbiya guruhining yetakchiligida yana Mustalahul hadis, Mandumul Bayquni, Tafsir Safatut tafasir, Usulul fiqh, Buxariyning 1-2 qismi, Tafsirul Jalalayn, Durusul lug'a qatorliq darslar boshlangan bo'lib, bu darslarning bir qismi yaqinda boshlandi ekan. Ta'lim-tarbiya guruhi shar'iy bilimda atrofliq bilim egillamoqchi bo'lgan barliq o'g'il-qiz qarindoshlarimizning tizimiltishini umid qilganligini e'lon qildi. Vatanimiz Sharq Turkistonda uzun yillik dars o'tgan pishqadam ustozlar dars o'tadigan bo'lib, qiz ayollarga ayol ustozlar, o'g'illarga er ustozlar dars o'tadi. Darslar butunlay haqsiz bo'lib, Sharq Turkiston Ulamolar birligi ta'lim-tarbiya bo'limi keng o'quvchilarimizni fursatni g'animat bilishga chaqirdi. Daniya Huawei'ning 2 xizmatchisini chegaradan haydab chiqardi. Daniya Huawei shirkatining Daniya ishxonasidagi ishlash va vaqtliq o'ltiraqlashish qonunlariga xiloflik qilgan 4 xizmatchining 2sini chegaradan qo'g'lab chiqardi. Türkiye Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Kopenhagen soqchi idorasi bayonot berib, payshanba kuni Huawei shirkatining Kopenhagendagi ishxonasida elib berilgan normal tekshirishda shirkatning 4 xizmatchisining ishlash va vaqtliq o'ltiraqlashish ijozatining yo'qligining o'tirg'i chiqqanligini, bu kishilardan 2sining chegaradan haydab chiqarilganligini, masalaga aralashgan Daniya ko'chmanlar idorasining qolgan 2 kishining materiallarini tekshirishga to'sqinlik qilganligini uqtirdi. Bayonotda chegaradan haydab chiqarish qarorining yaqinqi oylarda Huawei haqida ilgari surilgan xavfsizlik va josuslik da'volari bilan aloqasining yo'qligi ta'kidlandi. Huawei'ning telekom shirkati TDC bilan birlashib, Daniyaning G5 ko'chma xabarlashish usti qurilmasini ro'yobga chiqaradigan bo'lishi Daniyadagi siyosiylarning ayblashiga uchirmoqda. G'ulji nahiyasi 600 nafar Xitoy tilli o'qituvchi qabul qildi ekan. G'ulji nahiyasi nahiya tavasidagi boshlang'ich va o'rta maktablarga 600 nafar Xitoy tilida dars beradigan o'qituvchi qabul qilganligi haqida e'lon chiqargan. G'ulji nahiyalik hukumatning to'rbetida tarqatilgan uqtirishda yuqoridagi o'quvchilarning jamiyat muqimligi va uzun muddatlik amallikni ishga oshirib, bosh nishonni amaliylashtirish, maktablarda davlat tili o'qitishini umumlashtirish maqsadida vatanimiz va Xitoy o'lkalaridan qabul qilinganligi bayon qilingan. Qabul qilingan Xitoy tili o'qituvchilari to'liqsiz o'rta va boshlang'ich maktablarga 470 nafar, to'liq o'rta maktablarga 130 nafar bo'lib, jami 600 nafar ekan. Chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilar Xitoy rejimining Sharq Turkistonga yana ko'plab Xitoy ko'chman yo'tkab, lagerlarga qamalgan Uyg'urlarning o'rnini to'ldirmoqchi bo'layotganligini faraz qilishmoqda. Amerikadagi Uyg'urlar Xitoy elchixonasi oldida norozilik namoyishi o'tkazdi.
Erkin Asiya Radyosu'nun xabarda bildirilishicha, Amerika Uyg'ur birlashmasining tashkillashi bilan 5 fevral Washingtondagi Xitoy elchixonasi oldida namoyish elib berildi. Namoyishda oldi bilan Elshad Hasan apandi so'z elib, bugungi namoyishning doimqidek Uyg'urlarning davlat bayrog'iga hurmat bildirishdan boshlanganligini jakarladi. Davlat she'ridan keyin Elshad Hasan bugungi namoyish haqida qisqacha ma'lumot berib, ayni vaqtda Sharqi Turkistonda baldur uyg'ongan bir turkum yoshlarning keyingilarni qandoq uyg'otganligini eslab o'tdi. Elshad Hasan o'z nutqidan keyin uzun yillardan buyon muhojiratdagi Uyg'ur davosining yo'lboshchisi bo'lib kelgan Rabiya Qodir xonimni so'zga taklif qildi. Salomatligining yaxshi emasligiga qaramasdan uzun yo'l besib namoyish maydoniga kelgan Rabiya Qodir xonim ayni vaqtda Uyg'urlarning jonijon manfaati uchun issiq jonlaridan ayrilgan shahidlarni unutmaslik kerakligini qisqacha so'zlab o'tdi. Shuningdek, namoyish maydoniga to'plangan Uyg'ur jamoati Uyg'urlarga hurlik talab qilish, Xitoy rejimini ayıplash mazmunidagi shuar sadolari bilan Xitoy elchixonasi osmonini larzaga keltirdi. Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Osloda Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan hujumi nomli yig'inda nutq so'zildi. Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Rafto kishilik huquq fondi, Norvegiya qalamkashlar jamiyati, Norvegiya Uyg'ur komitetining birlashma yig'iniga qatnashdi. Erkin Asiya Radyosu'nun xabarda bildirilishicha, 2 fevraldan itiboran Norvegiya poytaxti Oslodagi ziyoratini boshlagan Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Tulqun Aysa apandi 4 fevral kuni Rafto kishilik huquq fondi, Norvegiya qalamkashlar jamiyati va Norvegiya Uyg'ur komiteti birlikda uyushtirgan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan hujumi nomli yig'inda nutq so'zlashdan ilgari Norvegiyada bir qator faoliyatlarni elib borgan. 4 fevral kuni Osloda Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan hujumi nomli yig'in o'tkazilgan bo'lib, Baxtiyor Ömer apandining bayon qilishicha, yig'inga har millatdan bo'lgan ko'p sonli kishi qatnashgan va Uyg'urlarning navbatdagi echinishli vaziyati to'g'risida dokladlar anglagan. Dünya Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi Samat Abla apandining askartishicha, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan hujumi nomli yig'inda Sharqi Turkistondagi jazo lagerlari masalasi asosiy tema bo'lgan. Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Tulqun Aysa boshliq bir qism kishilar dokladlar bergan. Uning bildirishicha, bu qatimqi doklad taqdim qilish faoliyati nihoyat natijali o'tkazilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.